Xullas, hurmatli podpichiklar, ko'pchilik so'ragan Rolov nemetskiy brend qo'y mashinkamiz keldi. Trosli variant mana ko'rib turibsizlar. Trosli. Motori ham bor, katta motor. Suv nasosli motordan qo'yib qo'ygan. Shuning uchun ham buni motori uncha-munchaga charchamaydi, uncha-munchaga qizimaydi. Maza qilib ishlatadigan qo'y mashinkamiz mana Rolov trosli. Bu qo'y mashinkamiz motori отдельный, qo'y mashinkasi отдельный. Tros bilan ishlaydi. Shuning uchun ham uncha-munchaga qizimaydi, uncha-munchaga charchamaydi. Xo'p, bu qo'y mashinkamiz oldingi partiyasi kelganda $110 tez sotilib tugagan qo'y mashinkamiz. Juda ham ko'pchilik mijozlarimiz bizdan so'ragandi. Shuning uchun yana keldi, ya'ni yangi partiyasi. Narxi o'zgargani yo'q. $110. Komplektdan nimalar chiqadigani moy bachog'a chiqadi. Xo'p, tishini almashtirgan kuluch, tozalikka cho'tkasi, zapasnoy ko'miri va mayda-chuyda kuluchlari. Yo'riqnomasi ham chiqadi. Rolov nemetskiy brend qo'y mashinkani o'zi. Xullas, mashinkani bor-u, o'ta asabiysi mana shu bo'ladi. Maza qilib ishlataverasizlar. Uncha-muncha qo'yni ko'rdim demasdan chachini bor-u, ukladka qilib tashlaydi qo'yni yungini. Xo'p, Rolov birinchi o'rinda eng zo'rini $110 qilib beryapmiz. Endi tank bu ham tugab qolgandi. Tank qo'y mashinkamiz rossiyskiy brend, motori baquvvatidan, ana Ubay 1400 da ishlatganlar bo'lsa, o'sha bilan tashash qo'yadigan. Modeli ham почти bir xil, 1400 model. Tank. Sifati chotki. Xo'p, bunisini ham motori kuchli, komplektdan moy bachog'i chiqyapti. Daftarchasi, zapas ko'miri, tozalikka cho'tkasi. Xo'p, tig'ini almashtirgan kuluchi va original tig'i ham chiqadi mana komplektdan. Original zapas tig'i chiqadi. Tozasidan turadigan. Xo'p, original zapas tig'lari bilan narxini o'zi $70 atrofida chiqadi. Aksiya qilib $65 dan qo'yib beramiz mana. Original qo'y mashinka, garantiyali $65. Endi men aytdim, menga budjetliroq variant kerak deganlarga mana Devalt. Komplektdan nimalar chiqadi deganlarga, moy bachok, kuluch, zapas ko'mir, cho'tka, daftarchasi chiqadi. Mana shu narsa chiqadi. Narxi atiga $50. Bu ham ishlatishga juda ham qulay, ixchamli, qo'lga o'rnashadigan uski qilib ishlangan ekan. Ishlashlari chotki, B1 original tig'lari ham chiqadi o'zida. Original tig'dan solingan ekan, B1. Narxi $50. Ukam menda 10 ta 15 ta qo'yim bor xolos deganlarga mana budjetni, yana ham budjetni varianti. Xo'p, bo'sh. Sifati juda ham zo'r. Komplektdan o'zini ham razmeri ham chiqadi. Ko'pchilik razmer so'rasdi, mana razmeri ham chiqar ekan. Kuluchi, zapas ko'miri, cho'tkasi, daftarchasi, moy bachog'i mana. Komplektdan xuddi shu narsalar chiqadi. Qo'y mashinka ham bor, qo'lga o'rnashadigan, maza qilib ishlatadigan qo'y mashinka, оборот legirovkasi va o'chirib yoqadigan kulchatiri. Narxi bor, $45 dan qilib beryapmiz mana. Bo'sh $45. Devalt bo'lsa $50. Оборот legirovkasi, 6 bosqichli оборот legirovka. O'chirib yoqadigan kulchatiri. Ishlatgan mahalda mana bu joyini bekitib olmash kerak. Bu tarafdan havo kirib, bu tarafdan chiqib sovutib turadi, o'zini o'zi sovutib turadigan qo'y mashinkalar. Tankimiz $65 qilib beryapmiz. Endi mana bu Rolovda bo'lsa $110 qilib beryapmiz. Xo'p, yana bitta qo'y mashinkani fishkalarini bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, qo'y mashinkani ishlatishdan oldin mana bu joyiga universal avtodan 5-10 tomchi tomizib oladi. Mana shuni ichiga kuyib 5-10 tomchi tomiziladi. Keyin bu avtolda bir har 2 minutda tomizib turilaveradi. Shunda mana bu qo'y mashinkani tig'i tez o'tmas olmaydi, qizimaydi, mazaxon qilib ishlayveradi. Aytgandek, mana bu joylarni bekitib olmash kerak, ochiq turish kerak. O'chirib yoqadigan kulchatiri, оборот legirovka. Оборотini 5-6 dan tushirmasdan ishlataverasizlar. Shunda qo'y mashinkamiz charchamaydi. Yana bitta yog'lanadigan joyi mana bu joyda, ochasizlarda. Mana bu joyga litol tiqiladi. Buni sug'urib, mana bu yerga ham tiqiladi. Mana shu narsa ham chiqadi. Bu yerga ham tiqiladi litol. Litollab qo'yib, sirazi bekitib. Xo'p. Har bitta qo'yni yarmini olganda bitta kasaga gelle so'qib olib, mana shu yergacha botirib, tozalab turiladi. Shunda qo'yni kir jullari tushib ketadi, yog'lari. Bas narxi $65. Mana bu tarafda ham 10-15 ta qo'y mashinkalarimiz bor.
bu qo'y mashinkalar to'g'ri hammasini tanishtirib o'tish uchun ancha vaqt ketadi. Shuning uchun ham bu qo'y mashinkalarimizni Telegram kanalimizga joylab qo'yamiz. Narxlari bilan, rasmlari bilan joylab tashlaymiz. Telegram kanal silkasini bo'lsa, kommentga mixlab o'tib ketamiz. Bemalol kommentariyaga o'tib, Telegram silkamizga bosib, qo'shilib har xil mana Shturm, Aeromax, Uragan rossiya brendlar kelgan. Mana bitta Krom, Sokol, batareyali variantlari ham bor. Hammasini joylab qo'yamiz, xudo xolasa. Telegram kanaliga o'tib, qaysi bir ma'qul kelsa, adminlarga zakaz beraverasizlar. Xullas, video yoqqan bo'lsa, ozgina manfaatli bo'lsa, bitta like bosib, kanalga podpiska qilib, aloqa ochib qo'yasizlar. Qancha olyapsizlarmi so'rayapti. Metrga qator bo'lgan. Ular o'zlariga.